Qori boshqa qori uslubini taqlid qilishi mumkinmi? Bu masalada tafsilot bor. Agar qori yangi boshlovchi bo'lsa, u albatta kimnidir taqlid qilish bosqichidan o'tishi kerak. Men hali birorta ham katta qorini bilmaymanki, bu bosqichni o'tmagan bo'lsa. Yangi boshlovchi kamida 1-3 yil davomida mashhur qorilarni tinglab va taqlid qilib o'rganishi kerak. Bu qiyin emas, balki aksincha, qiroatni o'rganishning eng yaxshi usuli. Ammo taqlid bosqichidan o'tgach, qori o'ziga xos uslub yaratish kerak. Haqiqiy mohir va ajralib turuvchi qori bo'lish uchun o'z uslubiga ega bo'lishi shart. Bu qanday hosil bo'ladi? Ko'plab qorilarni tinglab, ularning eng yaxshi jihatlarini o'zlashtirish orqali. Masalan, Shayx Abdulbosit qanday qilib Hijoz maqomida o'qishini eshitish, so'ng Shayx Muhammad Siddiq al-Minshaviyning boshqa maqomdagi qiroatini tinglash. Keyin esa Shayx Mustafa Ismoil uslubini o'rganish. Shunday qilib, turli qorilar uslubini tinglab, o'z qiroatingizga mos keladigan elementlarni jamlash orqali o'z uslubingizni shakllantirish mumkin. Demak, taqlid qilish zararli emas, aksincha muhim bosqich. Lekin faqat taqlid bilan qolib ketish ham mumkin emas. Yaxshi qori oxir-oqibat o'ziga xos ovoz va uslub yaratishi lozim.